Arman Maxanov shu bo'ladi. Nima deb boshlaydi? Mana Allohning nimasi bilan shuncha nima edi, ishonchimizni oqladi. Ishonchimizni. Hozir chiqishdan oldin aytdim, shunday mehmonlar kelgan, seni ko'rishga, tiyaj baribir tiyaj. Tiyaj uchun отдельное внимание bor. Luboja tiyaj. 10 ta muncha kichkinadan ko'ra bitta tiyajning nimasi bosimi katta bo'ladi, nimasi muxlislari. Yo'q, kichkinalar xafa bo'lmasin, endi aytyapman-da. Tushundingmi? Alohida e'tiborda yuradi Maxanov vazni. Tiyaj alohida-da. U har taraflama. Marketingda ham, finansiy tarafdan ham har taraflama tiyaj bu tiyaj. Shuning uchun bu mana yangi chiqqan Arman Maxanov deb aytdim-ku boshidan. Yana aytyapman. Finalga nasib qilgan ekan, finalda ham u kimdir boshida mishokni urdi, yiqitdi, bu deb nima qildi, mishok ham emas edi, zo'r boksor edi. Mana finalga bekor chiqmaydi. O'shanga nima demoqchiman? Duo qilinglar, xudosa bu yaxshi bo'ladi. Arman g'alaba taassurotlari bilan o'rtoqlashdi. Juda zo'r. Birinchi marta kattalar o'rta, nafaqat birinchi marta, karyeram bo'yicha birinchi marta jahon chempionatiga chiqdim. O'shandan finalga chiqdim, Allohga shukr. Shu taassurotlar juda a'lo. Sizni Bahodir Jalolovni izdoshida ta'rif berilyapti, yoqyaptimi bu ta'rif? Juda zo'r yoqyapti. Motivatsiya bo'lyapti bu. Oqlayaptilarmi ta'rif? Bahodir o'zi buni tayyorlatdi bu yoqqa. Bahodirni izdoshi emas bu. Bahodirning nimasi bu, ana bu. Podgotovkasi. Yordamchisi. Ha, Bahodir tayyorladi shu yoqqa, sparingda tayyorlatdi. Ajoyib, rahmat. Rahmat.